to'yib yemaslikning o'zi da'vo. Abdulloh juda baquvvat inson bo'lib, jang san'ati bilan kun ora shug'ullanar, kamondan o'q uzishni har kuni mashq qilardi. Unga xastalik begona edi. Alloh taolo dard bersa shifosini ham beradi. Agar u bemor bo'lsa, shartda roza tuta boshlar, uzog'i 3 kunda dard chekinardi. Roza tutgan paytlari ovqatdan tiyilar, saharlikda suv bilan biror yegulikdan juda oz iste'mol qilar, iftorlikda suv bilan ozgina xurmo yerdi. Uning rozadan sihat topishiga ishonchi komil edi. Mavridi kelganda bir voqeani aytib o'tay. Uning jasurligi shunday ediki, bir gal yurt himoyasi uchun jangga chiqdi. Dushman tomon bilan qarshilashib jang boshlanish arafasida ikki tomondan sara jangchilardan maydonga yakkama-yakka kurashga chiqadigan odat bor edi. Shu payt ikki jangchi olishuvni boshladi. Afsuski, dushman jangchisi g'olib bo'ldi. Bu holat yana takrorlandi. Shunda bir odam yuzida niqob bilan dushman bilan yakkama-yakka olishish uchun maydonga tushdi va bir hamlada bosqinchini o'ldirdi. Keyin ular tarafdan baquvvat jangchilardan bir nechtasi navbat bilan jangga chiqdi va yog'iylar hammasining jasadini olib chiqishga majbur bo'lishdi. Askarlarning ruhi ko'tarilib, shiddatli muhorabadan so'ng dushman mag'lub etildi. Shunda qo'mondon bir kishini jo'natib, niqobli kishini topishni tayinladi. Ortidan kuzatib kelgan odam hayratdan yoqa ushladi. Chunki sherday olishgan pahlavon Abdulloh edi. Bir kuni bir savdogar bozorda giyoh sotib yurganini ko'rib qoldik. Abdulloh u bilan suhbatlashdi. "Qanday dori sotyapsan?" "Ovqatni tez hazm qildiradigan." "Qayerdan olib kelding?" "Bu savdo siri, juda soz." "Qanchadan beri shu giyohni sotyapsan?" 2 yildan buyon. Yashab turgan mamlakatimning soliqchilari bor budimni tortib olishgach, chayqovchilik qildim. Keyin bir tabib bilan tanishib, uning dorilarini sota boshladim. "Ilgari nima ish qilarding?" "To'quv ustaxonam bor edi. 10 ta ishchi ishlatardim. Bozordagi sotuvchim bir soliqchiga 20 gaz matoni tekinga bermagani uchun do'kondagi barcha mollarni tortib olgan. Ustidan arz qilgandim, o'sha soliqchi uyimgacha tortib olib qo'ydi. Arzimni hech kim eshitmadi. Agar senga Xurosondan shunday ustaxona ochib bersam ishlaysanmi?" "Ishlayman, biroq oilamni boqishim uchun tabibning dorilarini sotmasam bo'lmaydi." "Shu dori sotuvidan yiliga qancha daromad qilasan?" 100 dinor. "Ustaxonang foyda keltirguncha senga pul berib turaman. Keyin har oy qilgan foydangning 10dan 2 qismini menga berib turasan. Sen bilan sherik bo'lamiz. Bor sarmoyani men tikaman. To'quv uchun kerakli mahsulotlarni ham o'zim yetkazib beraman. Evaziga mana shu hazm qildiradigan doringni sotmaysan. Bu yerda odamlar ilm oladi, Qur'oni Karim yodlaydi, savdogarlik bilan shug'ullanadi. Agar hazm qildiradigan giyohdan sotib ola boshlasalar, ko'p ovqat yeyishni boshlaydi. Ilm qalbga kirmaydi. Dangasaliklari ziyoda bo'ladi. Savdodagi tirishqoqliklari yo'qoladi. Zehnlari pasayib ketadi. Shuning uchun sotishni bugunoq to'xtat. Mana oldindan 10 dinor. Agar ushbu dorini sendan boshqasi sotishni boshlasa, menga xabar ber." Qo'lidagi oltinlarga qarab turib, u odam yig'lab yubordi. Begona yurtda, begona odamdan o'z yurtida ko'rmagan yaxshilikni ko'rib turgach, qanday ham ko'z yosh to'kmasin. Endi Abdullohning muzorabasi, sherikchilik haqida ham aytmasam bo'lmas. Yoshimiz 60 dan oshgach, Abdullohning tijorati mislsiz kengayib ketdi. Shu qadarki, karvonsaroylarda uning karvoni bo'lmagan vaqt kam bo'lardi. Uning mablag'i ortgach, qo'lidan ish keladigan odamlar bilan sherikchilik qila boshladi. Butun sarmoyani u tikadi. Sherigi ish qiladi. Mana shunday sherikchiliklari ortidan turli mamlakatlarda 10 dan ortiq to'quv va tikuv ustaxonalari, mo'yna do'konlari, dehqonchilik yerlari, xurmozorlari, teri oshlash korxonalari, etikdo'z ustaxonalari va boshqalar ish boshladi. U sherikchilikdan ko'p ulush olmasdi. Eng ko'pi 10 dan 4 qismi bo'lib, u mo'yna sotuvidan kelardi. Qolganlari 10 dan 3, 10 dan 2 qismga sherikchilik edi. Shu tariqa u odamlarni ish bilan ta'minlar, turli mahsulotlarning narxlarini ham xalq uchun qulay qilib qo'yardi. Ko'pchilik tushgan pullarni nima qilardi deb o'ylashi mumkin. U hech qachon qo'lida katta miqdorda pulni ushlab turmasdi. Yuqorida aytib o'tganimdek, ilm ahliga, kitob yozadiganlarga, muhtojlarga
bevalarga masjid qurilishiga, madrasaga, yangi kutubxonalar tashkil etishga, kitob narxi juda baland bo'lib, bir kichik kutubxona ochishga ketgan pul o'rtacha tadbirkorning 2 yillik daromadidan ko'pga tushardi va boshqa ishlarga sarflardi. U bilan sherikchilik qilganlardan ayrimlari xiyonat ham qilardi. Bir kuni ilgari soqchilik qilgan, qaysidir aybi bilan ishdan chetlatilgan odam bilan savdoda muzoraba qildi. 6 oy o'tgach, u kasod bo'layotganini aytib, foydadan pul ajratmay qo'ydi. Abdulloh odam jo'natib, haqiqatni bilgach, o'zi oldiga bordi. Bosqilikda sherik bilan gaplashdi. Men sen bilan uzoq yillar birga ishlashni niyat qilganman. Muammoingni aytsang, birgalashib hal qilamiz. Kasod bo'layapman. Bu ish menga to'g'ri kelmas ekan. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Men mehnatimga roziman. Pulimga rozi bo'lishdan oldin haqiqatni bilishim kerak. Yana qanday haqiqat? Menga ishonmayapsizmi? Ishonmasangiz nega sheriklik qildingiz? Sheriklik taklifi sendan chiqqandi. Chegaradan chiqma. Izzatingni bilgin. Surishtirdim. Foydang yaxshi, ammo menga berging yo'q. Hali ortimdan josuslik qilib yuribsizmi? Alloh taolodan uyalmaysizmi? Shu gapi ortiqcha bo'ldi. U gapini tugatmasidan ko'ksiga tushgan mushtdan ag'anab ketdi. Qaytib qo'l ko'tarmoqchi edi, Abdulloh 5-6 marta musht tushirdi. Yerga yotib qoldi. Avval soqchi bo'lgani uchun qo'pollik va qo'rslik odati qolmagan ekan. Aks holda betamizlik qilmasdi. Abdulloh yoqasidan tutib, o'rnidan turg'azdi va beradigan pul miqdorini hoziroq to'lashini talab qildi. U keksaroq odamdan bunchalik vajohat, jangdagi mohirlikni kutmagani uchun g'ururga berilgandi. Yuvosh tortib do'konidan pul olib chiqdi. Sheriklik tugatildi. Abdulloh xotirjam ortiga qaytdi. U ortiqcha asabiylashmas, tabassum bilan yengardi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Xullas, shunday holatlar ham bo'lardi. Ammo bu ishlar uning faoliyatiga jiddiy ta'sir etmas, saxiylik, xayr-u ihsondan to'smasdi. Yoshi 70ni qoralab qolganida ayniqsa shamoldek saxiy bo'lib ketdi. Uning saxiyligi haqida hali avlodlar jildlab kitoblar yozsa ajabmas.